o'ylaysiz, balkim tishlarimiz faqat yeb ichish uchun yaralmagandir. Balki tishlarimiz yo'q bo'lganda ham biz insoniyligimizni saqlab qolsak eng muhimi shudir. Balkim tishlar bilan kula olmaslik umuman kulmaslikdan ko'ra yaxshiroqdir. Chunki tishsiz kulib ham yuzida farishtasi bor bo'lgan insonlar qanchadan qancha ekanligini siz va biz bilamiz. Balkim eng asosiy narsa mani soham emasdir. Ya'ni stomatologiya inson hayotida juda katta ahamiyatli deb aytishim balkim noo'rindir. Bilmadim. Bu haqda siz fikringiz qanday bo'lishini men kommentariyada sizni javobingizdan kutib olaman. Ammo bugungi kungacha ishlaganim vaqtim davomida shu narsani tushunib yetyapmanki, insonlar hayotida tishlarning ahamiyati beqiyos darajada katta. Ular jamiyatda bir-biri bilan sof, samimiy tabassumni chiqara olishida ham tishlarning ahamiyati juda ham yuqori. Chunki ular gaplashadilar, uchrashadilar, so'zlashadilar, hissiyotlarini namoyon qiladi. Kimdir yig'laydi, kimdir kuladi, kimdir gapiradi va talaffuzida muammosi tishlari sababli ekanligini anglab gapirishdan to'xtaydi. Kimdir ovqatni chaynay olmaganida muammoga uchrab ovqatlanishdan to'xtaydi. Kimdir mazza qilib kulmoqchi, xursand bo'lmoqchi bo'ladi, ammo yuzidagi tishsizlik sabab kelib chiqqan defekt, muammo sababli insonlar kulishdan ham to'xtaydi. Inson gaplashmasa, kulmasa, ovqatlanmasa, bu jamiyatda qanday qilib o'z o'rniga ega bo'lishi mumkin? Balkim siz aytarsiz, busiz ham imkoni bor-ku deb. Va albatta men qo'shilaman. Ammo to'liq emas. Chunki chinakam insoniylikni bu 3 ta hissiyotsiz, ruhiy, emotsional va jismoniy jihatdan, ya'ni ovqatlanishimiz jihatdan ham kamchilik bo'lsa, biz hech qaysi tomonlama haqiqiy inson obrazini farzandlarimiz, oilamiz, do'stlarimiz, jamiyat uchun hech qachon isbotlay olmaymiz. Demak, haqiqiy inson, to'laqonli odam qiyofasiga kelishimiz uchun tishlarimizning ahamiyati juda ham beqiyos. Bugun sizlarga ko'rsatadigan keysimiz shu bir jamiyatning a'zosi o'laroq o'z o'rnini topishni, tishlar orqali qaytishni istagan insonni tarixini ko'rib chiqamiz. Agar kanalda birinchi marta bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Video manfaatli bo'layotgan bo'lsa, like bosing. Agar qo'shilmaydigan yoki qo'shimcha ma'lumot qoldirmoqchi bo'lsangiz, fikrlaringizni izohlarda kutaman. Biz boshladik. Hurmatli tomoshabinlar, bugun o'sha sizga aytayotgan keysimni boshlaymiz. Bizning bemorimiz 90-86 yillar atrofi, 87-yil. Demak, hali 40 yoshga to'lmagan, 35-38 yoshdagi bemorimiz. Bemorimizda nimalar qilindi va boshlang'ich holat haqida kichkina oldin mana shu kichkina roligimizni ko'ramiz va bu operatsiyadan oldingi holat. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Qarang, bugun muhim bir operatsiyalardan birsi. Operatsiyalarni 3D'mizni ko'ramiz. Bemorimizda vaqtincha emas, o'zi ko'p yillik koronkalari bor. Osilib, tushib, yiqilib, ahvoli yaxshi emas. Sostanasi bemordagi dishlarni va og'zini ko'ramiz. Gapirarkan. Açamiz. Bemorda mana shunday holat. Hozir bu dishdan olamiz, va polni ko'parib, o'sha yerda 4 ta implantni qo'yib, bugunning o'zida qolib olamiz. Sifrovoy skaner yordamida hamda Xudo xolasa ertanga vaqtinchalik koronkalarni qo'yib, balkim bugun ulgursak, bugun ham qo'yib tashlashimiz mumkin. Prosta obed bo'lib ketdi-da, kech boshlayapmiz ishni. Shuning uchun
ertang va indingi kuni временный koronkalarini qo'yib beramiz. Og'iz bo'shlig'idagi holat hisoblanadi va bundan taxminan 4-5 oy oldin olingan video. Shu videoni oldin tomosha qilamiz, keyin poslelarini ko'rib chiqamiz va ungacha bo'lgan jarayonlarni esa keyin ko'rib chiqamiz. Bu ishga qancha summa rasxod ketganligi to'g'risida ham ma'lumotni ko'rsatib o'tamiz va nima uchun degan savolga javobni esa o'zingiz hal qilasiz. Biz boshladik. Al-on 4 va Al-on 6, ya'ni Al-on 6 bu konstruksiyalarni bitta insonda hal qilganmiz, haqiqiy transformatsiya bo'lgan va o'shani ko'rib chiqasiz. Xo'p, birinchi holat bu bemorimizning rentgen holati hisoblanadi va rentgenda biz oldin birinchi bo'lib diagnostika qilamiz, 3D rentgen qilamiz va suhbatdan keyin 3D qildik. 3D dan keyin o'zim o'ylanib qoldim to'g'risi va mana shu bemorimiz nima kutyapti? Asosiy kutuvlari nima va o'sha kutuvlarni men va jamoam bilan birgalikda chiqarib bera olamizmi, yo'qmi degan asosiy savol turadi men oldimda va shu savolga ikkilanib qoldim va keyin mana bu rentgen og'izdagi tishlarni barchasi ahvoli og'ir ahvolda edi va mana shu tishlar hammasi olib tashlanib yuqoriga 4 ta, pastga esa 6 ta implant qo'yildi. Xo'p, bu boshlang'ich holatdagi boyagi videodagi joy hisoblanadi va bu natijamiz hisoblanadi. Hozirgi kunda bemorimizda xuddi mana shu tabassum bor. Bu konstruksiya olinmaydi, mahkam o'rnashib, tishlab, yeb chaynash uchun yordam beradi. Bu ham posli holat hisoblanadi. Bu implant qo'yishimizdan oldingi o'lchovlar hisoblanadi. Mana shu o'lchovlar asosida biz ishlaymiz. Bu ham oldingi tishlar sohasini o'lchovi hisoblanadi. Bu ham xuddi shunday va biz implant qo'ygandan keyingi implantlarimizning pozitsiyasi va eng muhim narsalardan birisi bu implantlarimiz burchak ostida ekilganligi hisoblanadi. Implantlarimiz burchak ostida ekildi va bir-birsiga yaqin ammo masofa saqlagan holatda. Shuningdek, eng asosiy narsalardan bittasi bu bemor uchun juda muhim. Afsuski, bemorlarimizning ko'pchiligi bu narsaning farqiga bormaydi va bilmaydi. Shifokorlarimizning ko'pchiligi bu narsa bo'yicha o'qimagan va multi-unit abatmentlar hisoblanadi. Implant qo'yiladi va implantning ustiga multi-unit abatment qo'yish kerak. Oddiy abatment bor, standart abatment bor, individual abatment bor, lekin ularning hech biri emas, multi abatmentdan foydalanish shart hisoblanadi. Bu bemor uchun juda ahamiyatli, shifokor uchun esa bu rasxod deydi, ortiqcha xarajatli qism hisoblanadi va ko'pchilik shifokorlarimiz, ba'zilari, endi hammasi emas, ba'zilari xuddi shu narsadan ekonom qilish maqsadida skidkalar e'lon qiladi, chegirmalar e'lon qiladi va bu turdagi abatmentdan foydalanmasdan boshqa turdagi abatmentdan foydalanadi va natijada bemorimizda muammolar keyinchalik paydo bo'lishni boshlaydi. Xuddi shunday muammoga duch kelmaslikni istasangiz, haqiqiy vrach stomatologga, haqiqiy implantolog, ortopedga murojaat qilishingiz lozim hisoblanadi. Biza komanda bo'lib ishlaymiz va bu narsani operatsiya vaqtida men qo'yib ketdim. Operatsiyadan keyin bundan shogirdlarimiz o'z yo'lida foydalanib, maksimal foydalanishdi. Xo'p, bu narigi taraf yuqori jag implantlar bir-birsiga tegmasdan turibdi, lekin burchak ostida ekildi. Nima uchun burchak ostida ekildi? Hozir keyingi slaydda ko'rib chiqamiz. Tak, uzr so'rayman. Bu joyini xiralashtirib qo'yamiz. Multi-unit abatmentlarimizdan keyin burchak ostida ekilgan bo'lsa ham, implantlarimiz burchak ostida ekilsa ham, parallel holatda tish qo'yish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi. Keyin bu ko'rinishi pastiga 6 ta implant qo'yildi va deyarli parallel holatda implantlar o'rnatildi. Bu tikinlar holati va ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana bu operatsiyadan keyingi 3D rentgen holati hisoblanadi. Bunda nimalarni ko'rishimiz mumkin?
bemorimizda yuqori jag'da 4 ta implanti parallel bo'lmagan holatda, ya'ni burchak ostida ekildi. Ko'pchilik biza burchak ostida eksak, buni xato ekan, unday bunday degan asossiz fikrlar bilan ham murojaat qilishadi. Agar xato bo'ladigan bo'lsa, men bu narsani YouTube'ga, hammani ommani oldiga olib chiqmagan bo'lardim. Chunki bizani tomoshabinlarimiz orasida vrach stomatologlar ham mavjud. Ular ham biladi bu narsa to'g'ri ekanligini. Pastdagilar parallel holatda ekildi. Mana bu implantlarimizning pozitsiyalari 100% suyak ichida joylashganligini tasdiqlash maqsadida operatsiyadan keyin biza 3D rentgen qilamiz bemorlarimizni va natijalarni o'zimiz uchun, keyingi keyslarimizda foydali bo'lishi uchun, shuningdek mana shunday prezentatsiyalar qilishimiz uchun, darslar o'tishimiz uchun olib qo'yamiz. Bu 12-tish sohasiga ekilgan implantning holati, pozitsiya 100% suyakning ichida joylashgan. Xo'p, 15-tish sohasida implantimiz va 100% suyak ichida joylashgan. Bu xavfsiz, juda ham zo'r joylashtirilgan. Bu 22-tish sohasiga ekilgan implant va 100% suyak ichida joylashgan. Eng qiziq joyini aytaman. Bizada hatto bemorimizda ham xabar yo'q, menimcha. Bizada ortiqcha tish bor edi, suyak o'rtasida ichida joylashgan edi. Biza agar bu joyda, mana shu joyda 1-1,5 millimetr ichkariroqqa kiradigan bo'lsak, o'sha tishni jarohatlashimiz va jarohatlash natijasida u tishda keyin og'riq paydo bo'lishi mumkin edi. Unda ham keyin agar bundan kaltaroq qo'yadigan bo'lsak, mustahkam bo'lmasligi mumkin edi. Va shu sababli operator sifatida, jarroh sifatida men mana shu narsani qo'yishga va maksimal chiroyli o'rnatishga harakat qilganman va qaysidir ma'noda uddasidan chiqdim deb o'ylayman. Bu 25-tish sohasidagi implantimiz ma'lum bir sohasi pazuxani oldida, ya'ni sinus pazuxasini oldida o'tib ketgan. Va aytmoqchi bo'lgan asosiy ma'lumotim, nimaga tepaga 6 ta emas 4 ta qo'ydik. Mana bu joyda sinus lifting operatsiya, qo'shimcha suyak operatsiyasi qilishimiz lozim edi, agar bemorimiz rozi bo'lsa. Bemorimizda vaqt kamligi, sarmoyaning katta miqdorda yetarli bo'lmaganligi uchun mana shu 4 ta qo'yish taklif qilindi va shu bo'yicha ish olib borildi. Pastda esa suyak mavjudligi uchun 6 ta implant qo'yildi va implantlar joylashtirildi. Mana shuni tushuntirib o'tmoqchiman. Endi ketdik. Biza taxminan 3 kun, 5 kun, balkim 10 kun ichida biza vaqtinchalik koronkalarni qo'yib berdik. Vaqtinchalik koronkalarni qo'ydik va bemorimiz ovqatlanmagan taqdirda ham kulib gaplashganda tovushni chiqishi uchun chiroyli qilib mana shu narsani qo'yishga harakat qildik. Bu doimiy koronkalarimizni shakllantirishdan oldingi digital formasi, ya'ni bizaga texnik mana shu narsani shu ko'rinishda paydo bo'ladi degan versiyalarni berdi va biza bu narsani shifokor sifatida xato ekanligini, xato joylari mavjudligini tushuntirib vestibulyar tarafga, ya'ni old tarafga tishlarni polniy rad surdik va mana shu holatlarni o'zgartirdik. Keyin bemorimiz 2 oy, 2,5, 3 oydan keyin kelgan vaqtda biza milklarni shakllantirishimiz lozim edi. Milklarni shakllantirish bu juda ham qiyin va uncha stomatologning qo'lidan kelmaydigan maxsus amaliyot hisoblanadi va bizada shogirdlarimiz, yigitlarimiz, ortoped vrachlarimiz xuddi shu narsa bilan shug'ullanishni boshladilar va mana shu milk shakllantirish etapini o'zi taxminan 1 oydan ziyod vaqtni oldi. Ya'niki milklarda tabiiy milk sasochkalari, ya'ni uchburchak simon joylarni shakllantirishimiz bu tabiiylikka olib kelishimiz uchun zarur edi va shuni biz bemorimizda bajarib berdik. Xuddi mana shu joylarda qizil bo'rtlarni hosil qilib, milklarni hosil qilib berdik. 4 ta implantimiz chiroyli joylashgan, ammo milklarimiz soxta sun'iy milklardan foydalanmaslik maqsadida, keramik milklardan foydalanmaslik maqsadida maksimalni foydalandik. O'zlarini milkini chiroyli shaklga keltirish uchun. Bemorimizdan bu vaqt ichida 1 oy imina milk uchun kelib ketishi oson ish emasdi, lekin sabri, toqati yetarli bo'lib, chidab shu narsalardan o'tdilarki, natijasi juda ham o'zlariga ham, bizlarga ham ma'qul bo'ladi va
ma'qul bo'ldi va sizlarga ham ma'qul bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, bu milklarning holati, bu vaqtinchalik koronkalarimiz xuddi shu narsalar orqali shakllantirildi. Ya'ni tez kelib o'stirib borildi va mana shu joydagi milklar aynan shu maqsadda foydalanildi. Masalan, bemorimizda shunday bo'lishi mumkin ediki, tekis bo'lishi mumkin edi. Mana shunday milk bo'lishi mumkin edi va ba'zi vrachlarning ishlarida mana shu narsani ko'rganman. Bu juda ham chiroysiz bo'lgan ishlar hisoblanadi. Yoki bo'lmasam, ba'zi bir bemorlarimiz sabrsizlik qilishi natijasida xuddi shunday yoqimsiz bir konstruksiyalarga ega bo'lishadi. Agar bemor sifatli ish bo'lishini istasa, albatta sabrli bo'lishi lozim hisoblanadi. Ketdik. Tak. Bu qolip olish etaplari hisoblanadi va bu joyda to'g'risini aytsam, professional mahoratga ega bo'lgan inson qila oladigan ish hisoblanadi. Bu qolipning ko'rinishi, bu vaqtinchalik biza asosiy koronkadan oldin bemorda liniya ulipka deydi, ya'ni kulgich chizig'ini belgilab olishimiz, tishlar balandligini belgilab olishimiz, shuningdek milklar holatini belgilab olishimiz uchun vaqtincha koronkalarni qo'yib ko'ramiz, taqib ko'ramiz. Bu bo'lishi mumkin bo'layotgan konstruksiyani oldingi ko'rinishi hisoblanadi. Bularni yon tarafdan, o'ngdan, chapdan qo'yib ko'rdik va bu modeldagi holat hisoblanadi. Og'izda tishlaganda, kulganda, oddiy holatda turgan vaqtda hammasini nazorat qilib ko'rdik va keyin ma'qul joylarini qoldirdik, ma'qul bo'lmagan joylarini xuddi shu временный konstruksiyada, ya'ni vaqtinchalik koronkada o'zgartirdik. Keyin esa doimiy koronkalarimiz biz qilgan to'g'rilovlar asosida shakllantirilib, yasab berildi. Bu metalokeramik koronkalar hisoblanadi. Mana bu yon tarafdan ko'rinishi, bu modeldagi holati, bu og'izdagi holati, mana bu tabassum holati hisoblanadi. Va hozir bemorda mana shu holat hisoblanadi. Endi bemorimizni tishlagan, ovqatlangan videolari ham bor edi. Endi yuzlari ko'rinmasligi uchun ularni qo'ymadik. Bemorimiz mana shu ko'rinishda hozirgi holatda yuribdilar. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, milklar chiroyli qilib shakllantirilgan. Aslida pastdagi tishlarda bu holat asosiy narsa emas. Unchalik katta ahamiyatli emas. Ammo eng muhimi, inson kulganda, gaplashganda ko'zga tashlanadigan joy bu yuqori tishlar sohasi hisoblanadi. Mana shu joyda sun'iy milkdan foydalanilsa, bu sezilib qoladi va tozalash imkonsiz yoki yaxshi tozalash imkoniyati mavjud bo'lmaydi. O'sha narsani oldini olish maqsadida biza bemorimizda tabiiy milklaridan foydalangan holatda mana shunday konstruksiyani yasab berdik. Videoga o'zingiz baho berasiz va fikrlaringizni izohlarda kutamiz. Albatta hech kim xudo emas, kamchiliklardan xoli emas va kamchiliklarimizni biz har doim to'ldirib borish ustida ishlayapmiz. Va bu qanchadan qancha qilgan ishlarimizdan yig'ilgan keys xolos. Bunda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, boshlang'ich holatda rasmga tushirilmagan. Va bu kattaroq ish bo'lganligi uchun imindan shuni olib chiqqanmiz. Agar sizda xuddi shunday muammolar mavjud bo'lsa, suyak yetishmovchiligi bilan bog'liq muammo mavjud bo'lsa yoki tishlaringizni estetik jihatdan juda ham chiroyli bo'lib qo'yilishini istasangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz Xorazm viloyati Urganch shahri. Bizning klinikamizga juda ham ko'plab bemorlar tashqaridan, ya'ni viloyatlardan hamda boshqa respublikalardan murojaat qilishadi va yana kommentariyada ham O'zbekistonning har xil hududidan, shuningdek Qirg'iziston, Qozog'iston va asosan shu davlatlardan yozishadi. Shuningdek Rossiyadagi hamda
Germaniya, Yevropadan turib o'zbek muhojirlarimiz yozib, keyinchalik ularni o'zimizga kelib davolatganlarini ko'rdik. Qilib beryapmiz. Demak, O'zbekiston aholisini ichida kelib ketish muammo bo'lishi haqida o'ylab o'tirmasangiz ham bo'ladi. Agar siz uzoqdan bo'lsangiz. Agar Xorazm viloyatidan bo'lsangiz, unda yanada yaxshiroq. Endi bu narsalarni narx masalasi haqida to'xtalishimiz haqida juda ham ko'plab talablar tushadi. Narx haqida aniq bir gap aytib bo'lmaydi. Ya'niki oldin biza 3D rentgen hamda analizlaringiz tekshiriladi. Analizlarga nimalar kiradi? Qondagi qand miqdori, qondagi gemoglobin miqdori, rematoid omillar, ya'ni o'zi shunaqa RB testi bor. Xuddi shu testlar, shuningdek yana bir nechta qondagi kalsiyni miqdori, gepatit B, C ga analizlar topshiriladi. Bular haqida kelganingizdan keyin batafsil ma'lumot beramiz. Ya'niki klinikamiz oldida qo'shni klinikalar bor. Bu yerda rentgen va hokazo boshqa analizlaringizni qilishimiz mumkin. Yana nima deyishimiz mumkin? Eng muhim narsa tanada tavakkal qilish, tanada tajriba o'tkazish, bu har kimning o'zini xohishi. Agar siz o'z tanangizni har kimga bir marta davolatib ko'rib, natijasini ko'raychi deb tavakkal qiladigan inson bo'lsangiz, yaxshisi siz oldin boshqa klinikalarda davolatib ko'rganingiz ma'qul. Agar yo'q, men tavakkal qilishni istamayman, men aniq mutaxassislar jamoasiga o'zimni sog'lig'imni topshirmoqchiman va ishonchli, qaysidir ma'noda sifatli bo'lishini istayman deydigan bo'lsangiz, klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Shu joyda telefon raqamlarimiz chiqadi hamda kommentariyada siz o'zingiz uchun nimani qoldiramiz, ya'ni murojaat qilishingiz uchun shakl forma qoldiramiz, ya'ni u orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yana nima deyishimiz mumkin? Agar kanalda shu joygacha ko'rib obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish, podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying, shuningdek qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, hammadan oldin keyingi videolarimiz chiqadi. Xo'p, asosiy bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shular edi. Maksimalni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman va sizlarga katta rahmat aytaman. Kanalimiz bugun 11 mingga yaqinlashib qoldi. Bu videoni qo'yayotganda taxminan 11 ming bo'ladi va 20 ming bo'lishi uchun, obunachilar soni 20 ming bo'lishi uchun ko'proq insonlarga mana shu manfaatli videolarni jo'natib qo'yishingizni iltimos qilaman. Sizga katta rahmat, salomat bo'ling.